Erishton tumani Mavdat Tafozovga qarashli O'rmay Imamil fermer xo'jaligining rahbariman. Abdulboqiy Imamilov bo'laman. Men shu yerda 10 yildan beri fermerchilik qilaman. Shu yerda yilga paxta ekib, mana bu yil 82-90 S0 paxta ekib, mana bu yil 50 sentrdan hosil oldim. Yana ikkinchi terim shunday turibdi, mana ikkinchi terim ochilib yotibdi. Xudo xolasa maqsadimiz 60 sentrga yetkazish. Ilgari bu yerlarga birinchi fermer bo'lib kelganimizda, yillar juda Markaziy Farg'ona tufayli 18 sentner, 17 sentner paxta olardik. Mana bu mobaynida mehnat qilib, yerlar tozalab, o'g'it, megra o'g'itlar sop, mana 40-45 sentrga chiqardik. Bizga katta e'tibor qaratganligi uchun prezidentimizga rahmat.